Dada to'g'risida izchil bir film ishligimiz bor deb shundaymi? Lekin dadaning kelib chiqqandan keyin hammadan jimjit bo'lib qoladi. Bu dada hamda sirliq, murakkab bir hissiyot. Har qanday bir bolaning yuragida-chu. Nurg'ulg'a oilalardami shu dada bilan bolaning munosabati ko'ngildagidek bo'lmasligi mumkin. Endi onamiz o'zininki ko'ngli dim bo'lsin deb bolalarga. Bolalar bilan sirdishib, ich qo'yin tosh qo'yin bo'lib ketalaydi. Lekin shu dadamiz endi ko'pini sirtib yurgan ekan. Biz dadamizla o'ylanishimiz da yaxshi emas. Hatto nurg'ulg'alarimiz dadamizdan xafa. Dadamizni onamizni bo'zaq qildilar. Ya bo'lmasa, shu uyda onamga yordamlashmadi, kirdi yotadi deb dadamizni nafratlanib kelgan. Lekin dadamiz izchil bizniki bu nafratlanishlarimizga, xato tushunishlarimizga izchil sukutda yashaydi ekan-chu. Bir o'g'il bola 30 yosh kirgan vaqtida dadasiningki nemishlar beshida o'tganini andin sal his qilib, yuragi qaynashga boshlaydi ekan. Amaliyotda tirikchilik degan munoch tez bir ishgan qara. Sirtlarga chiqib, xalqlarga yolvorib, qo'shamat qilib, yeyjib, bir nenim ichki olamdiki, xotin bolalarimni qo'sqisal to'yamdiki deb yuradigan bir xalqkan bu-chu. Endi bu sal nonni jiqtib uyga ekralisa, avutgan bu dada bo'ladi ekan. Shundalikim ish qo'lni yanjuqsib kirib qoldi uyga. Bu ayolimni xafa, bolalarimni xafa. Bu shundaq bir jallahgan-chu dada degan. Bir oilada mushukchilik muhabbatga erishilmay, shu hayvonchilik ko'ngli tushunilmay yashaydigan bir inson ekan. Endi bir dadamo o'zining ko'nglini bolalarga jiq deyolmaydi. Biz psixologiyada endi ko'ngildagi gapni qancha deyalsa, shuncha ichi bo'shaydi, ozod bo'lib qoldi deymiz emasmi? Lekin endi bizning dadalarimiz ichidagi gapni demaga bak taskin. Buning sababi ham bu o'zining sirlarini, ojizligini oshkorlab qo'ysa, bu degan do'st, dushman bilan yashaydigan narsa qara. Bu dushmanlari buning o'tmishini tutib turib, qaslaydigan, ko'zga ilmaydigan, shundaq ishlar bor ekan. Shuningdek, bir er kishiningki jamiyat hamda o'zininki qalbining eng ojiz yerlarini yoshirib, kuchli qiyofatga kirib olib, xotin bolalarimni boqaman deb yashaydigan shunday bir murakkab bir jilliq ekan. Hech kimning yaxshi ko'rilishiga, to'g'ri tushunishlariga erishamasa-mu, o'zininki shu bir tal tamakisi, bir rum g'ariq bilan o'ziga tasalli berib, ashundoq o'tib ketadigan bir insonlar ekan bu. Sizning tutchu, siz qanday qaraysiz mutaddilar? Menimcha hamda dadalarga bizga bir xil sirliq, kuchlik, qattiq, yaqinlashmoq tasmi shunday ta'sir berganlik uchun, ham chataxiri onamiz qachon bo'lsa uyda qaqshayotganlik uchun, biz hamda shu dadamizga qarata, opamizni bo'zaq qilayotgandek, bu uyning ishlar bilan kori bo'lmayotgandek, bolalarni quchqiga olmayotgandek mundaq o'ylab, shu dadamizga azroq ko'nglimizni g'umba shunday cho'ngilimiz hamda. Shunday vaqtida hamda bo'lsa onalar bizga hechkicha dadamizdan yaxshi o'tgan vaqtini gapini qilmay, yomon o'tgan vaqtini gapini qilaversa, qizlar to'y qilishdan qo'rqadigan bo'lib qolganmiz. Ona bilan yaxshi bo'linish, o'sha odamningki o'zi bilan bo'lgan munosabatni belgilayotgan-chu. Agar bir odam o'zininki nurg'un taraflarga o'ch bo'lsa, shu onasininki yetarli muhabbatga erishmagan bo'lishi mumkin ekan. Lekin bir odamninki dada bilan bo'lgan munosabati mush odamninki ijtimoiy munosabatni bevosita belgilaydi ekan. Keyin buningki xotini, bolalari oilada, jamiyatda boshlig'i, do'stlari mushundaq ijtimoiy munosabatni belgilab qo'ygan-chu. Shuningdek, dada bilan yaxshi bo'lishmi bek muhim ekan asl-chu. Lekin endi biz bularimiz balin xo'ballar. Ham shu bizning dadalarimiz ham turmushchiligini deb, tirikchiligini deb biz bilan yaxshi ulanolmagan bo'lishi mumkin. Endi ham shuningki undaq joyiga bir o'tib ketmaydi ekan. Avval qo'sqimizni to'yib, ondan psixikamizni o'ngshab, undan keyin bolalarimizni o'ngshab, bundaq tartiblar bo'ldi ekan. Har bir avlodningki o'zining vazifasi bo'ldiga o'xshaydi. Lekin shu analar kelganda endi analarni jiqchab patadi albatta. Lekin analarni tushunadigan, yaxshi ko'radigan, kuylaydigan, ko'ngilni oladigan bu faoliyatlar bek ko'p. Lekin dada bu dunyoda yolg'iz hech kim tarafidan tushunilmay, mushundaq kelib, mushundaq o'tib ketadigan bir insonlar kelib.